Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2020 yili 13 fevralda Taklamakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Dilyar Obulning 2 tomliq tor romani Uyg'ongandan keyin nomli kitobini tunishtirmoqchimiz. Mas'ul muharrir Abduli Ayub. Mas'ul korrektor Batur Qaraxalli. Bat loyihalaguvchi Batur Qaraxalli. Nashr qildiruvchi Uyg'ur Yar fondi. Mazkur asar ana til kuniga bag'ishlab Uyg'ur Yar tarafidan nashr qildirildi. Bu roman 2011-yillardan boshlab to'rlarda e'lon qilinishga boshlagan. Har juma bir bobdan chiqadigan bu roman ayni chaqda million qatimdan ortiq ko'rilgan bo'lib, Uyg'ur to'r adabiyotida eng olqishli roman bo'lib qolgan edi. Bu asar 2011-yildan boshlab vatanda qalamga ilinganligi uchun muhojiratdagi Uyg'urlar tilga ilinish, anglashni xohlamaydigan so'z iboralarning bo'lishi tabiiy ahvol. Bu sababdan qadrli o'qirmanlarimizning to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Romanning tili oddiy, fikri o'tkir, uslubi o'zgacha. Ayni yili vatanda to'rda bir bobdan e'lon qilinganligi uchun azroq imlo xatoligi bo'lsa-mu, ammo kitobning biz yoshlar ibrat va ulgu olishimiz kerak bo'lgan ideya o'ttirib qo'yilgan. Romandagi asosli personajlar Muhit, Ali, Go'zalnur va Mutallib bo'y qatorliqlar bo'lib, bu shaxslarning xarakteri nihoyat ro'shan selishtirib qilingan. Romanda Muhit bilan Go'zalnurning hikoyasi bilan Alining millat uchun cho'ng ishlarni qilishga tirishishi, o'qirmanni nimadan voz kechish va nima uchun yashash haqida o'ylanishga da'vat qiladi. Asarda Muhitning to'liq o'tirdagi vaqtida Go'zalnurni yaxshi ko'rib qilib, u qizning oliy maktabga o'tolmasangiz, mendan umid ketmang degan bir og'iz gap uchun kapsizlikni, o'yin qiliblikni, g'oyasizlikni tashlab, tirishchan, g'oyalik o'quvchiga aylanib, dangliq oliy maktabga o'tishi. Keyin u qizning Muhitni sababsiz tashlab o'tishi, Muhitning u qizdan ayrilishi bilan Allohning hidoyatiga erishib, diniy hayotini boshlashi. Uning oliy maktabda birinchilikni qo'ldan bermay o'qishi va eng yaxshi natija bilan maktabni bitirishi. Shu sabab bilan oilasining tuzilishi, oilasining texmi illiqlik to'lishidek go'zal hikoyalar bor. Yana Alining maktab bitirishiga bir oy qolganda vatan uchun cho'ng ishlarni qilaman deb 5 yil o'qigan maktabining diplomidan voz kechib, o'z arzusini amalga oshirish uchun qadam qo'yganligi. Alining yoshlarda kamchil bo'lgan tavakkulchilik ruhini ifodalagan. Avtor asarda Mutallib buvayning Qizil alma guruhini qurish bilan yoshlarni yetaklab, vatan millatni jafo mushaqqatdan qutqizish, xalqning madaniyat safosini o'stirayotganligidek bayonlarni yozish orqali milliy korxonalarning vatanga qanday foydalarni olib keladiganligini o'qirmanlarga bildirgan. Kitobdan olingan parchalar. Xotirjamsizlik kishi qadrlik deb biladigan narsasidan ayrilganda yoki ayrilib qolishdan andish qilganda bo'ladigan tuyg'u. Lekin bu dunyoda hech bir narsa odamga mangulik taalluq emas. Dunyodagi narsalarga ziyoda muhabbat bog'lab, shuningdan hayotiga ma'no beradigan odamlar ashu narsadan ayrilgan hamon so'g'uq tanga, o'lik o'xshab qoladi. Dunyodagi har bir ko'rinadigan ham sezgili bo'ladigan narsalarning egisi inson emas. Yana kelib bu narsalar hamon yo'qoladi. Yutkiladi yoki o'zgaradi. Biroq odamlar bularni go'yo mangulik narsadek o'ziga abadiy taalluqdek his qilib, ularga ziyoda berilib, oxiri bir kuni azob tepib oladi yoki ayrilib qolishdan ansirab g'am ichida yashaydi. Shuhrat qo'g'lashquchilarning na maqomi, na vazni bo'lmagan ulug' quruq gap bilan odamlarni bo'sh bekor hayajonga solib, jamiyatni harg'uzib tashlashlari bekor emaskan. Hatto u shuhrat sohiblarining qalbida Makka bo'lsa-mu, ulardan shirdan qochganda qachish kerak ekan. Dunyodagi jahongir allarining guruhlari amaliyotda hozirgi zamondagi taraqqiy qilgan jang mashinalari va armiyalarga o'xshaydi. Lekin bu yangi zamon jang mashinalari va askarlarining shakli, hujum qilish usuli burungi davrlarga o'xshamaydi. Ular istitaksiz hujum qiladi. Qo'rg'on tomlar bilan qo'rshalgan qarshilik uchirmaydi. Amerikaliklarning bu Coca-Cola ichimligi Jungo bozorining 12%ni egallagachga har yili Jungodan Amerikaga millionlab dollar yiqib turdi. Lekin burunqi jahongirlar mushunchalik boyliqni Jungoning ma'lum o'lkasini besilib, andin alalaydi. Yaponiya 1937-yili sharq-shimoldagi 3 o'lkani ishg'ol qilib olgan chaqda olgan foydasini ularning hozir cho'ng quruqlik setilayotgan isl mollar orqali elayotgan foydasi bilan selishtirib ko'rsak, texmi cho'chib ketsan. Shakli o'zgargan bilan mohiyat o'zgarmadi. Burun boshqa davlatlar Jungoni qonunsiz besib olgan va oshkora talon-taroj qilgan bo'lsa, mana endi qonunli holda kirib, Jungoning oltin kumushlarini to'salg'usiz yetkazib ketyotdi. Ma'lum ma'nodan aytganda, raqobat madaniylashdi. Ammo raqobatning o'z maydonida hech yerga ketgani yo'q. Hurmatli qarindoshlar,
Bu qadimliq kitob tunishtirishimiz mush yerda oyoqlashdi. Anglab berganinglarga rahmat. Kanalimizni qo'llash uchun a'zo bo'lishni unutmang. Agar bermoqchi bo'lgan yaxshi taklif fikrlaringiz bo'lsa, kanalning ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yishni unutmag'aysiz. Hurmat bilan Taklimakan kitobxonasi. Rahmat.